أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Hurmatli o'quvchilar, 18-darsimizga keldik. Inshaalloh 18-darsimizda yozilmasa-da o'qiladigan harflarni o'rganamiz. Bular 3 turli bo'ladi. Muallim soni kitobida alif muqaddara, yoy muqaddara va vov muqaddara. Bularni inshaalloh bitta-bitta o'rganib chiqamiz. Hozir alif muqaddarani o'rganadigan bo'lsak, ustiga fatha alomati bilan tikka yozilgan alif harfi xuddi alif kabi cho'zib o'qiladi. Diqqat qilaylik. Bir harfning ustiga fatha alomati, ya'ni fatha alomati a harakati tikka yozilgan bo'lsa, nima qilamiz? Xuddi alif kabi cho'zib o'qiymiz. Masalan, mana ilahun deganda diqqat qilaylik, qadrli birodarlar. Mana fatha alomati bitta harfning ustida tikka yozilyapti. Nima qilamiz buni? Ilahun deb xuddi alif kabi yozamiz. Mana skobkani ichiga olib ko'rsatib qo'ygan. Aslida shunaqa ochadigan bo'lsa, lekin yozilishi bunday. Nima qilamiz? Ilahun, ilahun deb cho'zib o'qiymiz. Keyingi misolimizda mana Rahman mim harfining ustida fatha alomati tikka yozilib kelyapti. Nima qilamiz buni? Xuddi alif kabi cho'zib o'qiymiz. Rahman, Rahman. Uchinchi misolimiz mana Qur'on, mana fatha alomati tikka yozilib kelyapti hamzaning ustida. Nima qilamiz? Qur'on, Qur'on deb cho'zib o'qiymiz. Hada, zalika. Bu yerda zal harfining ustiga kelyapti. Zalika. Haulai. Lakin. Amana. Adamu. آخر. آمنا. إبراهيم. إسماعيل. إسحاق. Endi yoy muqaddarani o'rganib chiqamiz. Yoy muqaddara ya'ni orttirilgan yo. So'z oxirida kelgan kasrali hadan oldingi harf ham kasrali bo'lsa, hadan keyin bir yo qo'shib cho'zib o'qiladi. Ya'ni Qur'oni Karim o'qiganimizda so'zning oxirida kelgan kasrali ha, ya'ni i harakati bilan kelgan ha harfidan oldingi harf ham kasrali bo'lsa, hadan keyin bir yo qo'shib cho'zib o'qiladi ekan. Bu belgi deyapti Usmon mushafida bunday ko'rinishda kelgan. Sharti shuki, undan keyin qat'iy hamza kelmasligi lozim. Endi misollarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana birinchi misolimizda bihi deyapti. Bihi. Bu yerda mana so'z oxirida ha harfi kasrali bo'lib kelyapti. Ko'ryapsiz? Undan oldingi harf ham nima? Kasrali. Va ulardan keyin qat'iy hamza yo'q. Nima qilamiz? Bihi, bihi deb cho'zib o'qiymiz. Mana bu yerda skobkaga olib ko'rsatib qo'ygan mana. Yozilishi bunday bo'ladi, lekin o'qilishi shunday mana. Ya harfi, ya'ni mat harflardan ya orttirib o'qiymiz. Bihi, bihi deb. Keyingi misolimizda bi amrihi. Mana so'z oxirida ha harfi kasrali bo'lib kelyapti. Undan oldingi harfni harakat ham kasrali va ulardan keyin qat'iy hamza yo'q bo'lsa nima qilamiz? Bi amrihi deb ha harfini cho'zib o'qiymiz. Bi amrihi. Mana keyingi misolimiz ham bi hukmihi deganda so'z oxirida ha harfi kasrali bo'lib kelyapti va undan oldingi harfni harakat ham kasra. Agar Qur'oni Karimda bulardan keyin qat'iy hamza bo'lmasa nima qilamiz? Bi hukmihi, bi hukmihi deb cho'zib o'qiymiz.
biqudratihi, biqudratihi, hadihi, hadihi. Endi qadrli birodarlar, vov muqaddarani o'rganamiz, ya'ni orttirilgan vov. Alif muqaddarani o'rgandik, yoy muqaddarani o'rgandik, endi vov muqaddarani o'rganamiz inshaalloh. Kalima oxirida kelgan zammali, hadan oldingi harf ham zammali yoki fathali bo'lsa, hadan keyin bir vov qo'shib cho'zib o'qiladi. Diqqat qilaylik. Kalima oxirida, ya'ni so'z oxirida zammali, ya'ni u harakati bilan ha harfi kelsa, hadan oldingi harf ham zammali bo'lsa, ya'ni u harakati bilan kelgan bo'lsa yoki bo'lmasa fatha a harakati bilan kelgan bo'lsa nima qilamiz? Ulardan keyin bitta vov orttirib, ya'ni mad harflaridan vov orttirib qo'shib cho'zib o'qiymiz ekan. Bu alomat Usmon mushafida kichkina vov ko'rinishida kelgan. Ya'ni Usmon mushafida kichkina vov ko'rinishida kelgan ekan. Bunda ham sharti shuki, undan keyin qat'iy hamza kelmasligi lozim. Ya'ni yoy muqaddarada ham ulardan keyin shartlardan keyin qat'iy hamza kelmasligi kerak edi. Vov muqaddarada ham hozirgi aytgan shartlarimizdan keyin qat'iy hamza kelmasligi kerak ekan. Misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, lahu deganda mana qadrli birodarlar, so'z oxirida ha harfi zammali bo'lib kelyapti, ya'ni vov ko'rinishida. Va undan oldingi harfning harakati fathali bo'lib kelyapti. Shartlarda hozir aytib o'tdik-ku, ya'ni so'z oxirida ha harfi zammali bo'lib kelsa, undan oldingi harfning harakati fathali yoki bo'lmasa zammali bo'lsa, nima qilamiz? Bitta vov qo'shib cho'zib o'qiymiz dedik-ku. Lahu, lahu deb. Mana bu yerda skobkani ichida ko'rsatib qo'ygan mana. Aslida shunday, lekin yozilishi bunday. Nima qilamiz biz? Lahu deb cho'zib o'qiymiz. Keyingi misolimiz amruhu. Amruhu mana. So'z oxirida ha harfi zammali bo'lib kelyapti, ya'ni vov ko'rinishida. Undan oldingi harfning harakati zammali. Nima qilamiz? Ha harfini cho'zib o'qiymiz. Amruhu, amruhu deb cho'zib o'qiymiz. Keyingi misolimiz hukmuhu. Mana ha harfi so'z oxirida kelyapti, zammali bo'lib, undan oldingi harfning harakati ham zammali. Nima qilamiz? Ha harfini bitta vov orttirib cho'zib o'qiymiz. Hukmuhu, hukmuhu. Qudratuhu, qudratuhu. Maluhu, maluhu. Davud. Zamma bu yerda mana vov ko'rinishda kelyapti. Davud deb cho'zib o'qiymiz bu yerda ham. Keyingisida ham mana Tovus, Tovus. Ru'us, ru'us. Yaqra'una, yaqra'una. Qadrli o'quvchilar, 18-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi darslarda davom ettiramiz.